Qanchadan ekan endi bu aboy? Qanchadan? Bitta bo'ladi 180 mi? 195 mi? 195 mi? Qanchasi 195 mi? 10 kvadrat. 10 kvadratimi? Videoga olyapman sizlar. Qanchadan qilyapsizlar endi kvadratni? Kvadrat 45 mi? Stakala 1 kvadrat 40 ming 45 1 ming. kvadrat 45. Ekstra shtakirovkasi da bo'yi. Havo qolmash kerak ichida. Shunda havo qolmasi kerak. Havo qolsa, havo ketib ketib. Yaxshi, eniga ham katta ekan, ha? Ilgari biz qilganimizda kichkina bo'lardi, 50 sm. Bu yerga bu olib. Yaxshi ekan. 10 metr 10 kvadratdan. Qayerdan olib keldilar? Qo'qondanmi? Buni stroy centerdan oldik. Yaypandan, ha? Yaypan stroy centerdan oldik. Mana bitta uyga qancha, necha kvadrat ketyapti endi? Bitta uyga 50 kvadrat ketyapti. Oshib qolgan ketib qolishi mumkin. 60 kvadrat qolganimizda. Mana 5 metr bor shekilli shu uy. 535. Qanchaga tushadi endi shu 5 metrga 4 metr ekanda, 3,5 4. Ha, tepalar qulay. Avoyda 195 mingdan degan bo'lsa ham aka. Avoy ketyapti. Avoy ketyapti. 300 ming bo'lyapti kerak bular. 6 ta boy $100. $100. Ha, boramiz. Kerak bu. Yo'q, $100 bo'ladi. Baholanadi. Qanchaga tushadi? Shpakirovkasi bor. Baholanadi. Shpakirovka ketdi. 3 xo'sh shpakirovkalar bor. Taxminan bo'lsa ham 120 ming so'm. Grunt to'pkasi bor. 120 ming so'm $100. Bunlar 320 ming. Shu 5 ga 4 uyga-da endi. O'sha qancha tushishi mumkin? 1,5 millionda, ana. O'shaga 1,5 million bo'ladi. Tiyagasiz qo'yilgan ekan. Usta haqi bilan metni ochasizlar ekan, ha? Rozetkaniki. Televizor kabeli 3 millionga tushadimi? Shu mana shu bitta uy, shunda. bitta uy. Stopli bilan 3 milliondan oshadi. Taxminan bo'lsa kvadrati 50 kvadratga 2 million bo'ladi. Buni 3,5 million. Keyin tiyagasi qo'yilgan ekan o'zi, agar tiyagasi qo'yilmasa, bo'lganda tiyagasi qo'yilgan bo'lsa, shu 3 million, 3,5 million shunaqa ekan. Shunaqa yo'q. 4 millionga yetib qoladi. Bu shekillar